Men o'sha joyni topdim. Ko'pchilik so'ragan sprinterlarni egasini ham topdim. Sprinterlarni ham mana taxlab qo'ydim. Bugun biz obzorimizda Mirovoy legendalar Mercedes-Benz Sprinter Max eng uzuni yuk tashuvchilarning hisobda orzusi Kia Bongo Hyundai Porter'ni chinakam raqiblari shu bo'ladi. Bugun bu mashinalarni narxi va qistirgan barcha savollarga javob olasiz. Egalari Ahror aka shu yerdalar. Hozir to'liq ma'lumotni egalaridan olamiz. Mashina nima deydi azizlar? Savolatiga alohida like bosib qo'ying, zo'r obzorni ko'ring. Made in Germany. Das war mal ein Begriff. Die Welt hat uns bewundert. Für unsere Produkte, für unseren Erfindungsreichtum, die natürlich entsteht. Hurmatli obunachilarimiz, ko'p yildan beri Yevropadan Mercedes-Benz Sprinter olib keladigan akamiz Ahror aka. Assalomu alaykum Ahror aka. Aka, juda ko'pchilik mendan Mercedes so'rayapti. Meni yo'nalishim Kia Bongo, lekin o'zim ham qiziqaman bularga. Mana shu Sprinter haqida gapirib bersangiz. Yili, motori va xarakteristikalaridan qisqacha. Aka bu Max deymiz, Sprinter Max. Sprinter Max. Yili 2012, 255 ming yurgan propandı bu. Bu Zotskoy propan motorda bu. Motor, ha. Yo'q, motor 271 deyiladi. Eng yaxshi motor. Sinovdan o'tilgan. Muxlislar ham bilishadi buni. Prosta buni yoqilg'isi ham benzin, ham propan. Ikkita yoqilg'ida yuradi. Benzin, propan, zavodskoy holatda. 4 ta baloni yangi. Yangi, 4 ta balon. Archa balon. Bu o'zi Continental, Yevropeyskiy uzun balon deganda. Bizda habilet kapsel shunaqa bo'lib ketadi. Shunaqa. Xo'p, yurgani qanaqa aka buni? 255 ming. 255 ming Yevropada yurgan. Bir 6 mingga qo'shiladi yani. Keyinchi perigon davri. 255 Yevropada 249 ming yurgan. Qarang buni uzunligi nechi bo'ladi shuni? Mana mutaxassisdan so'rab olaylik azizlar, nechi bo'ladi kubasi balandligi? Max'niki 430 ichi. 430. Ha? Balandligi 190, endi 180. Hozir kubasini chiqarib olishaveradi. Ichini qarang buni, kattaligini. Mana bo'yim umuman tegmayapti bunga, qarang. O'ta chiroyli ekan. Aka buni udar kaltagi shular haqida gapirib bersangiz, kraska nima bo'lgan bu? Kraska endi asvijit qilinadi aka buni. To'liq asvijit bo'ladi. Lekin unaqa purilgan joylari yo'q. Buni Yevropadagi rasmiy ham bormi? Hammasi bor bizda. So'pchiroqlar ham yo'q butun ekan. Juda savlatli chiroyli-da, qarang. Xo'p, ichlarni bitta ko'rsataylik aka buni. Siz tomoni passajir tomonga o'ting-da. Qarang buni uzunligini. Tugamaydi bu uncha-munchaga. Lekin haydasham ham oson emas bularni uzunligi uchun. Xo'p, ichlari azizlar. Mato tepada nimalar bo'lar ekan? Koziroglar bor. Mexanik avtomat ekan aka bu. Avtomat korobka. Funksiyalar buni hozir avtomat, lekin bez konditsioneri bor. Narigisi konditsioner ham qulayliklari bor. Endi Yevropada aka hamma o'ziga yarashasini oladi dedi. Keyin sotib olaveradi. Masalan, ba'zi joyda konditsioner kerak bo'lsa, ba'zi joyda kerak bo'lmaydi. İçlerini qarang, bu Yevropadan kelib to'liq himchiska mo'yka bo'lgan ichlari. Chiroyli holatda chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Mercedes-Benz Max uzuni. Aka buni narxi nech pul buni narxi? Buni aka 26 mingga baraka qilib olaveramiz. 26 ming dollarga. Universal avtoalamdan chiqsa-chi? 200 o'tib beramiz. Ya'ni 200 o'tib berasiz. O taqalgan narxi 26 midi buni? Azizlar, O'zbekistonda taqalgan magazin narxi yo'q aka. Baribir kelganda sunnatga 1-2 so'm o'tib berasiz. Shunaqa. Endi hamma uchun ham bu Turkiya emas, slishkim katta bu. Mana bu srednisi. Bu ham juda hadovoy bu srednisi. Eng hadovoy sredniy. Sredniy bu yuk furgon. Yuk furgon. Motori, yoqilg'i turi. 271 motor aka. Yoqilg'i turi bu zavodskoy benzin ham gazda, metanda. Metani 6 talik balon ekan. Umumiy nechta bo'ladi o'shanda? Umumiy bilmadim, shu 400-450 yuradi deyishadi. Bitta zapravka bilan. Benzinda qancha yuradi bu? Benzinda asli avtomat bo'lgani uchun 12 ta yeydi. Mana azizlar, ertaga metani bekilsa, benzinda bemalol harakatlana oladi. Xo'p, bunda DTP udar kaltak? Yo'q, buni ham haq poложение yo'qdagi rasmlarigacha hammasi bor. Hamma yo'q, tekshir choklar hamma yo'q, zo'r, faqat asvijit qilib qo'yilgan buni. Asvijit qilingan aka. Xo'p, azizlar, buni orqasi nechi bo'ladi? Narigi 430 dedingizmi? 430, bu 330 bo'ladi. 331 metr kalta bo'lar ekan bu. 1 metr kalta. Goodyear balonlarda, mana Yevropeyskiy balonlar. Kumxoni qotili shu asli balonlar, bilasizlar, Michelin, Pirelli, Goodyear bular haqiqiy Yevropa standart, uncha-munchaga bular. Puli ham lekin ikkita kumxon puli bo'lsa kerak. Xo'p, ichlari, bu ichlarini qarang buni. Ichilarini qarang.
balandligi hammasi bir xil. Bir xil. Faqatgina 1 metr bu kaltaroq. 1 metr. Azizlar shu yerga like Srednya bosib qo'ying, bor. to'g'risi men ham zo'r bilmasim. Mana Mercedes-Benz bilan shug'ullanadigan kishilar, mutaxassislar, paroglari bor, ichlari obshivka bo'lgan, juda chiroyli holatda ekan. Moshamiz yurgani 263 ming. 260 ming yevropeyskiy probegida. Moshinalar rastamoshka bo'lmagan bular. Ha, nomiga chiqarib beradi. Bir to'la nomiga chiqadi. Xo'p, ichlarida aka buni super salon deyapsiz buni. Super salon. Pnevma sideniyasi Ha, bor. mana bu o'rindig'i pnevmatik, deymiz, Ha, suzuvchi, ha. plavuющий. Plavuющий. Plavuющий zo'r, azizlar, belingizga boshqaga zo'r. Bu o'rtada katta bari ham bor ekan. Ichlar mana chiroyli nima, matoli, yuqorida koziroklari bor. Avtomat korobka, klimat kontrol, Kruiz kontrol. kruiz kontroli ham bor ekan, azizlar. Qarang. Sideniyalar qiziydi. Sideniyalar qiziydi. Konditsioner bor. Konditsionerlari bor, mana azizlar, mana sifat. Chizilmagan, qirilmagan, to'liq химчистка moykalar qilingan. Endi bu 271 motor dedingiz. 270. Puli nech pul aka buni? Buni aka pulini 28 ming deb turibmiz. 28 ming. Ha, realni xaridorlar bo'lsa. Bu nimaga bunday qimmatroq chiqyapti? Endi buni aka birinchidan yiliga ichi bu 12 bo'lsa bu 13. Ha, Bundan tashqari eng super. super. Ha. Yo'qda ham pozitsiyaga qarab narxi o'zgarib boradi yo'qda. Ha. Tushunarli. Xo'p, azizlar, akani nomerlarini video pastda qoldiraman. Batafsil ma'lumotni, qiziqtirgan savollarni shu akadan olishingiz mumkin. Narxlarni eshitdingiz, universal avtolardan chiqsa kelishtirib yo'lida qilib berasiz. Menga ham telefon qilaveringlar. Aka bilan mana ancha tanishib oldik. Xudo xohlasa 1-2 so'm yana haddimiz sig'adi arzonlashtirishga. Xo'p, to'lov turi sizda qanaqa? Faqat naqdmi, variant, kredit, vikup, barterlar haqida ham gapirsangiz. Endi hammada har xil sharoit. Qanaqa shart bilan sotyapsiz buni? Iloji bo'lsa naqd aka. Hop, Mabodo DU PU bo'lsa ham uni almashtirsak. variantchi. Variantga biz ichga qiynalib qolamiz. Sababi boshqa mashinalar yana olib kelamiz. Hozir yana 4 ta 5 ta mashina bor. Ha, bundan tashqari yana vibrlar bor. Bor. Har xili bor. Nizkaya kabina bor. Bo'tkamiz bor aka. Ha. Hamma turidan bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, hammasi bor. Xudo xohlasa mana bular mijozlar bo'lsa, zakazga olib kelib beradi. Mers olaman deysiz, printer dadil sizga kelsa bo'ladi. Kelsa Vito ham bormi? Vito ham bor, hozir Nivigida Vito olib Vito olib kelish kelish, sababi Vito hammasi dizelda. Tushunarli. Haliga qiziqtirgan savol. Nega qo'sh balonini olib kelmayapsizlar? Aka qo'sh balonni olib kelsak bo'ladi-yu, lekin mijozlar bu yerda buni ro'yxatdan o'tkazishga qiynalishadi. Sababi qonunchiligimizda 3,5 tonnagacha deyilgan talablari bor. Qo'sh balon 24 lari ham bormi benzin metanda? Yo'q, benzin metanda yo'q. Benzin metanda faqat 17-18 gacha chiqqan. Tushunarli. Azizlar, video ham cho'zilib ketyapti. Hozir yana bitta video ishlaymiz shu savolga javob oladigan. Xo'p, manzillari Chust shahrida. Bilasiz, Chust azaldan mana bularni Merslarni nimasi, vatani hisobda. Ustalari o'ta ko'p. Zo'r tushunishadi buni. Mana hatto kamchiligi bo'lsa, sirasi to'g'rilatib beradilar. Qayt yoqmasa, zo'r o'zlarini qo'llarida hamma ustalar. Videoga like bosib qo'ying. Sprinterni zo'rlari bo'lsa, qidirib yurganlar juda ham ko'p. Tanishlarga albatta ulashib qo'ying. Xudo xolasa bundan buyon universal avtoolamga har xil turdagi yuk mashinalarni muntazam joylab borishga harakat qilaman. Obuna bo'lib qo'ying, like bosing, akent nomerlarini qoldiraman, telefon qilib, ma'qul kelsa o'zingiz savdolashib baraka qiling.